Alo. Assalomu alaykum ayajonim, sog' salomatmisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshi ayajonim. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borilayotgan yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yaxshi tug'ilganim. 9-may kunida tug'ilgan kunim. Ha, shuning uchun bizning loyihamizga tabriknoma maktubi yo'llangan edi. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Ayajonim, bugungi shodiyona kuningiz, nurafshon foizli ayyomingiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomidan bizning loyihamizga sizga atalgan qalb so'zlari, samimiy tilaklari yozilgan tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Ushbu kutilmagan tabriknomani kimdan kutgan bo'lardingiz? Marshalloh, har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida yuring. Oltin boshingiz hamisha omonlikda bo'lsa, mana shunday samimiy tabriknomalarni sizni dunyolarcha suyuvchi mehribon nabirangiz Mohigulxon yo'llagan. Hamda ularning samimiy tilaklariga. Ha, nabirangiz Mohigul yo'llagan hamda ularning go'zal tilaklariga. Nabirangiz Jasurbek, go'zal qizingiz Nargizaxon, allaqachon o'g'lingizga aylanib ulgurgan kuyovingiz Jaloliddin aka tilakdosh bo'lib qolishgan. Ijozat bersangiz, ular uchun qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat. Tilaklar ichidan izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum. Yerdagi farishtamiz, duogo'yimiz, bizni bizdan-da ko'p o'ylaydigan, qayg'uradigan jonkuyar buvijonim. Bugungi tavallud ayyomingiz va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shodiyonali kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. İnsanlar baxtni har yerdan izlar ekan. Kimdir dunyodan, kimdir davlatdan. Men uchun esa siz bilan bobojonimni va ota-onamning borligi eng oliy baxtdir. Go'zalim, oy yuzligim, jannatim, yuragimning tub-tubida yotgan va doim aytkim keladigan, uyalish, tortinish sabab bilmadim, o'zingizga ayta olmagan so'zlarimni bugun aytishga jazm qildim. Jonim, buvijonim, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Mehribon Robbim umringizni ziyoda qilsin. Bolaligimizdan bizga ko'rsatgan mehringiz, e'tiboringiz, aytgan allalaru ertaklaringiz yuragimizni o'chmas iz qoldirgan. Yerdagi farishtam bari uchun tashakkur. Har qancha yoshga kirsak ham sizning mehringizga, duoyingizga, berar maslahatingizga muhtojligimizcha qolaveramiz. Mehribonim, meni dunyolarcha suyuvchi farishtam, hech qachon kasal bo'lmang. Borligingiz qalbimga taskin, huzur beradi. Ko'zlaringiz nam, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin. Namlansa ham u charoz ko'zlar faqat baxtdan namlansin. Biz nabiralaringiz, sizni jondan ortiq suyuvchi farzandlaringiz va mehribon bobojonim baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Bobom bilan sizni haj umra ziyoratlariga takror va takror yuborishni mehribon Robbim nasib ro'zalasin. Mehribonim, cheksiz ehtiromim va muhabbatim egasi. Bu tuyg'uni esa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Sizdek buvini nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Bu jonim tili shirin novvotdan nolimaydi, mehribonim hayotdan. Ul farishtam meni tanir uzoqdan. Duogo'yim baxtimizga sog' bo'ling. Bolamning bolasi deb, ko'zimning qorasi deb yurar doim g'amim yeb. Buvijonim sog' bo'ling. Ikki kaftim duoda, umringiz bo'lsin ziyoda. Dard ko'rmangiz dunyoda. Buvijonim sog' bo'ling. deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni
samimiy tilaklar-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Ayajonim, 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash nasib qilsin. Sizlarga rahmat. Arzimaydi ayajonim, joningiz sog' bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling ayajonim. Ilohim. Rahmat, mayli. Tug'ilgan kuningizni ajoyib tarzda o'tkazing. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, hammalariga rahmat. Arzimaydi. Sog' bo'ling. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Onajon, gullar sochaymi poyingga? Onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos mehringga qonay. Onajon, seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona